Voy. Voy, toshib ketdi. Qizlar sizlarni ham quvurlarni tiqilaverishi, bolalaringlarning kiyimini 10 marta yuvsanglar ham dog'lari ketmasligi joninglarga teganmi? Mani umuman jonimga tegan. Lekin men bunga allaqachon yechim topganman. Chunki menda men uchun suv va havodek zarur bo'lgan Aquamarine 100% tabiiy mahsulotlari bor. Shuning uchun tog' bo'lgan kirlardan ham, tiqilgan quvurdan ham umuman xavotir olmayman. Shunda sepaman, ustidan qaynoq suvni quyaman, muammo hal. Faqat oq kirlarim emas, rangli kirlarimdan ham уже xavotir olmaydigan bo'lganman. Chunki Aquamarine kislorodli tozalash vositasini bemalol rangli kirlarga ham ishlatsangiz bo'ladi. Kirimizni shunda solamiz, ustidan tozalash vositasini solib, qaynoq suv quyib, ozginaga chetga olib qo'yamiz. Bu mahsulotga qanchalik ishonishimni sizga tajribada ham ko'rsatib beraman. Oq narsamizdagi xohlagan rangi qiyin ketadigan narsalarimizni ustidan to'kib tashlaymiz. Yaxshilab singib olishi uchun ozgina vaqtga qoldiramiz. Keyin ustidan tozalash vositamizni uni ustidan qaynoq suv quyib, ozgina vaqtga olib qo'yamiz. Qarabsizki, hamma narsangiz yaraqlagandek. Bu mahsulot o'zini yaxshi ko'rgan har bitta ayol uyida bo'lishi shart deb hisoblayman. Bundan tashqari ro'zg'orda yana qanaqa ishlarga ishlatish mumkinligini opisiyaniyada yozib qoldiraman.